Assalomu alaykum azizlar. Mana yangi dush kabinamiz kelib o'rnadi. Bitti. Bitirdik mana nihoyat. To'rtburchakni oddiysidan tepadan qo'ldan suv sepadi bo'ldi. Boshqa mexanizmi yo'q. 1.20 ga 80 razmeri. Eshiklarni yopilishi bir tomondan yopiladi. Mana shu cho'tga yopiladi. Mana ichlari. Hop, qo'ldan suv sepadi, polkasi bor, tomdan suv sepadi. Ikkita demoxoti bor. Oshiqcha narsalar yo'q. Mana shu kabinamiz yondan ko'rinishi. Mana bu orqasi seli bo'ladi. Orqasida ko'rsatadigan narsasi yo'q. Lekin ata ko'rsatib qo'yamiz. Hop, mana shu kabinamiz. Yangi kabina. Xo'sh, sotuvimizga keldi. Bemalol zakaz bersanglar bo'laveradi. O'zbekiston bo'yicha xudo xolisa yetkazib beramiz bexijolat. Xo'p, Vodiydan boshqa shaharlarga 300 ming so'm dastavka. Vodiyning o'ziga lokatsiyasiga qarab dastavkani belgilab beramiz. Masalan, yaqinroq bo'lsa arzonroq, uzoqroq bo'lsa qimmatroq bo'ladi. Shunaqa. Xo'p, manzilni aytib keting deyshadi. Doim esimdan chiqib qoladi manzil. Xo'p, manzilimiz Namangan Lola bozorining atrofida. Lola bozori o'zida emas, Lola bozoriga 2 kilometr yetmaganda. Nestle Ne'matjon chorrahasi bor, agar bilganlar bo'lsa, ana o'sha yerda. Hop, yana nima ma'lumot? Hop, bu Xitoy bo'ladi, firmasi Xitoy. To'rtburchak ko'proq mehrobga o'rnaydi, razmeri 1.20 ga 80. Yana qolgan variantlarimiz ham seroq. Juda ko'p variantlarimiz bor. Kimga qanaqa dush kabina kerak bo'lsa, bemalol zakaz berishingiz mumkin. Ma'lumotlarni to'lig'icha berganmiz. Yana berishimiz ham mumkin. Kimda qanaqa savollar bo'lsa, bexijolat yozib ketinglar, o'shanga qarab video ham qilamiz, yo bo'lmasa bemalol ekranda nomerlarni qoldirib ketamiz. Telefon qilib bog'lanib, o'zingizlarni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin. Xo'p, mana bu oqlarimiz Rossiyaning kabinalari. Hop, Rossiyaning kabinalari qolgan kabinalarga nisbatan baquvvat bo'ladi. Oddiy bo'ladi, arzon bo'ladi. Mana bu kabinamiz ham 3 millionga chiqadi, lekin buni orqasi saydin hisoblanadi. Saydin, akril, plastmassa deyshadi. Bu saydin. Shu. Saydin, akril, plastmassalar arzonroq yuradi nisbatan. Material oynakka nisbatan arzon yuradi. Oynakchalik xizmat qilmaydi. Oynak qimmatroq turadi, material jihatidan, uzoqroqda xizmat qiladi. Shunaqa. Kimga qanaqa dushovoy kabina kerak? Hozir mana shu dush kabinalar to'g'risi juda qulay bo'lib qoldi. Spalniga o'rnayapti. Xohlasanglar gilamni ustiga olib qo'yib beryapmiz. Bir tom suv chiqmaydi. Hozirgi kelinlarimiz tashqariga chiqib shamollamaydi birinchidan. Ertaga farzandli bo'lsa, farzandlarini ham yashaydigan